Minecraft. Lekin har safar daraja oshgani sari menda jonlar ham bittaga ko'payib boradi. Bu challenge'imizni esa hardcore qiyinlashtiradi. Men buni uddalay olamanmi yoki yo'q, buni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hammaga salom, sizlar bilan Xayrox. Menimcha bugun nima qilishimizni tushuntirib o'tirishim shart emas. Videoni boshida o'zingiz tushunib oldingiz degan umiddaman. Keling, tushunmaganlar uchun ham ozgina ma'lumot berib o'tay. Boya eshitganingizdek, menda daraja bittaga ko'paysa, jonlarim ham bittaga ko'payadi. Bu esa cheksiz davom etishi mumkin. Menimcha barchasi tushunarli bo'ldi. Keling, unda daraxt chopamiz. Verstak va cho'p yasaymiz. Keyin esa taxta kirka. Va qazgan toshlarimizdan esa o'zimizga qurollar yasaymiz. Va yonimdagi sigirni ko'rib, birinchi darajani hayvonlardan olish fikri keldi. Shu qo'yni sharofati bilan biz hozir birinchi darajaga erishamiz. Ajoyib, bizda birinchi daraja bor va yarimta jonimiz bir butun. Xuddi shu tarzda qolgan darajalarni ham hayvonlardan ola boshladim. Va yo'lda qo'ylardan olgan junlar evaziga o'zimga yotoq yasadim. Ha, aytgancha men ikkinchi darajaga ko'tarildim. Shu tarzda daraja to'playotgan bir paytda tun bo'lib qoldi. Va mening xayolimga qolgan darajalarni ko'mir orqali olish fikri keldi. Shunday ekan, men ko'mir ishlash uchun daraxt chopdim. Bizda hozircha 3 ta jon bo'lganligi sababli ham biz konga tusha olmasdik. Shuning uchun ham konni o'zimiz qaziymiz. Pastga tushgandan keyin ko'mir ishlash uchun pechga yasadim. Tayyor bo'lgan ko'mirlardan mash'ala yasab, pastga qarab qazishni boshladim. Ajoyib, men temir topdim. Bu temirlarning barchasini yig'ishtirib oldim. Va ishimni davom ettirdim. Keyin oldimdan yana temirlar chiqdi. Ularni ham yig'ishtirib oldim va redstone'ga qaragan holda ishimni davom ettirdim. Temir ketma-ket 3 marta chiqdi. Keyin esa shuncha qazgan temirlarni eritish uchun pechga yasadim. Pechkalarni joylashtirdim. Keyin temirlarni qo'ydim va ularni eritish uchun taxta yo'qligini ko'rib siqildim. Barchasini yig'ishtirib ishimni davom ettirdim. Biroz qazish ishlaridan keyin men olmos topdim. Buni olish uchun bizga temir kirka kerak. Endi nima qilib bo'lsa ham hech bo'lmasa 3 ta temir eritishimiz kerak. Temirni eritish uchun taxta kirka va ozgina cho'plarni qurbon qilishga to'g'ri keldi. Nima bo'lgan taqdirda ham bizda endi temir kirka bor. Endi olmoslarni bemalol qazib olsak bo'ladi. Yana ozgina qazigandan keyin lazurit chiqdi. Uni ham qazib olib ishimni davom ettirdim. Yana ozgina qaziganimni bilaman, olmoslar. Ha, ko'mirdan boshqa hamma narsa chiqyapti. Men aslida bu yerga ko'mir izlab tushgandim, ammo ko'mirdan boshqa hamma narsa bor ekan. Men bu yerdan ko'mirdan tashqari o'zimga kerak bo'lgan barcha narsani oldim va ortga qaytdim. Qaytishda redstone'dan ham daraja tushishi esimga tushib, uni ham qazib oldim. Tashqariga chiqsam tun ekan. Shuning uchun yotoqni qo'yib, darrov uxlab yubordim. So'ngra tashqariga chiqib, birinchi navbatda daraxt chopdim. Daraxt esa menga o'z navbatida temirni eritish uchun kerak edi. Keyin darhol erigan temirdan qalqon yasab oldim.
Qarasam bitta zombi menga daraja berish uchun kelayotgan ekan. Barcha temirlar eriguncha atrofdagi hayvonlardan daraja oldim. Barcha temirlar erigach, qishloq qidirish uchun yo'lga otlandim. Va nihoyat shuncha yurgandan keyin qishloq topdim. Ammo bu tashlandiq qishloq ekan. Bu yerda somon bloklardan tashqari oladigan hech narsa yo'q. Keyin bir chekkada temirchini uyini topdim. Sandiqda yaxshiroq narsalar bor ekan. Keyin bitta uxlab yubordim-da, yonimda yurgan bitta qo'ydan daraja olib, barcha to'plagan somon bloklarini nonga aylantirdim. Keyin verstagimni olib, boshqa qishloq qidirishga yo'lga chiqdim. Ha aytgancha, non 2 stak bo'ldi. Hozir shu qo'yni chopishim bilan menda 11-daraja. Endi jonlarimiz 2 qator bo'la boshladi. Qishloq qidirib ketayotganimda yo'limdan buzilgan portal chiqdi. Sandiqdan esa faqatgina yondirgalkani oldim. Keyin oltin bloklarni oldim. O'zimga kerakli bo'lgan barcha narsani olib ketayotganimda esa qayiqim yonib ketdi. So'ngra darhol qayiqdan tushib qirg'oq tomon suza boshladim. Bir amallab qirg'oqqa chiqib oldim va qolgan yo'lni shu yerdan davom etdim. Men bu qishloqni real vaqtda naq 1 soat qidirdim. Qishloqni topishdan maqsad qishloqlar bilan savdolashib daraja olish edi. Keyin esa darhol shag'al qidirib topdim. Kamonchi stolini yasab, bitta qishloqni tayoqchalar olishga majburladi. To'g'rirog'i taklif qildim. Keyin uni uyga qamab qo'ydim va o'zim tashqarida tun bo'lganligi sababli uxlab yubordim. Ertalabdan qishloqdagi barcha daraxtlarni chopib chiqdim. Keyin qishloqiga sota boshladim. Xuddi shu tarzda men 16-darajaga ega bo'ldim. Endi men uni qamab qo'yib ketayotgandim. Sababi menda tayoqchalar tugagandi. Men qaytib keldim va unga yana tayoqchalarni sota boshladim. Ammo qarasam bu tayoqchalarni ko'tarib qo'yibdi va tezda u qishloqidan qutulgan holda boshqa qishlog'ini kamonchiga aylantirdi. Keyin barcha tayoqchalarni unga sota boshladim. Keyin birdaniga u tayoqchalarni olishni xohlamadi. Mayli, hech qisi yo'q deya kamon sotib oldim. So'ngra borib golemdan temir olib turdim. Shuncha to'plagan zumradlar evaziga temirchidan oyoq kiyim sotib oldim. Qishloqlar bilan ishimiz tugagan ekan, demak qolgan darajalarni moblardan olamiz. Bunaqa skeletni birinchi marta ko'rishim. Teri va o'rgimchaklardan tushgan iplar orqali o'zimga xaltacha yasamoqchi bo'ldim. Ha, farq anchagina ekan. Qishloqda boshqa qiladigan ish qolmaganligi sababli yo'lda daraja to'plagan holda konga tushishga qaror qildim va tog'da ko'mirlarni topdim. Keyin qishloqqa qaytib bordim, sababi menda ovqat zaxirasi kam qolgan edi. Qishloqda o'zimga kerakli bo'lgan somon bloklarni oldim-da, kon qidirib yo'lga chiqdim. Keyin bir kichkina kon topdim. U yerda ko'mir va temirdan bo'lak hech narsa yo'q edi. Shu sababli qaytib chiqdim. Ayni paytda menda 21-daraja va videoning birinchi qismi xuddi shu yerda tugaydi. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa va ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz videoga like bosing. Qandaydir sabablarga ko'ra kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xayr.